Toshkent xalqaro aeroportidan uzoqlashmaymiz. 13-18 noyabr kunlari Tailandning Pattaya shahrida qo'l jangi bo'yicha kattalar o'rtasida Osiyo Kubogi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston terma jamoasi muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Navbatdagi lavhamiz chempionlarni kutib olish jarayonidan tayyorlangan. Xalqaro arenada yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan sportchilar vatan ostonasida huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari, O'zbekiston qo'l jangi federatsiyasi mutasaddilari, ommaviy axborot vositalari xodimlari hamda sportchilarning yaqinlari tomonidan tantanali kutib olindi. Osiyo qo'l jangi federatsiyasining ilk musobaqasida 22 ta davlatdan tashrif buyurgan 300 nafar eng kuchli qo'l jangi ustalari g'oliblikni qo'lga kiritish maqsadida imkoniyatlarni namoyish etishdi. Jang hamda o'z-o'zini himoya qilish yo'nalishida o'tkazilgan qit'a kubogi shiddatli tarzda kechgani bilan yodda qoldi. Komandamizga, terma jamoamizga va mana maqsadimizga erishib, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egalladik. Sportchilarimizga 2-3 kun dam beramiz va tayyorgarlikni davom ettiramiz. Osiyo Kubogida 28 nafar eng kuchli yakkakurashchilarimiz qatnashdi. Unga ko'ra jang yo'nalishida Ibrohimjon Nurmuhamedov, Orifjon Normurodov, Asadbek Sattorov, Og'abek Jumaniyozov, Bekzod Mahamatov va Samandar Jafarov yana bir bor kuchli ekanliklarini isbotlashdi. Mana shu qo'l jangi sport turidan jahon chempioni bo'ldim. Mana Xudoga shukr Osiyo Kubogi chempioni bo'ldim. Hozir yutmagan ikkita musobaqam bor. Jahon Kubogi bilan Osiyo chempionati qildi. Xudo xolasa keyingi yil Osiyo chempionati bo'ladi Dubayda. Xudo xolasa o'sha musobaqada ham faxrli birinchi o'rinni egallash niyatim bor. Qizlarimizdan esa Sharofat Ortiqova, Sarvinoz Oblanazarova, Ra'no Nasriddinova, Nilufar Polvonova, Ruxshona Mirzayeva barcha raqiblari ustidan g'alaba qozonib, tengsiz deya e'tirof etilishdi. O'z-o'zini himoya qilish yo'nalishida Mironshoh Sametjanov, Sodirjon Mahmudov, Doniyor Baxtiyorov hamda Pokiza Bahriyeva oltin medalni qo'lga kiritdi. Yakunda O'zbekiston terma jamoasi 15 ta oltin, 6 ta kumush va 1 ta bronza medallariga ega chiqib, umumjamoa bo'yicha birinchi o'ringa sazovor bo'lishdi. Ikkinchi o'rin Qozog'iston jamoasiga nasib qildi. Ular 3 ta oltin, 7 ta kumush hamda 3 ta bronza medallarini jamg'arishga muvaffaq bo'lishdi. Kuchli uchlikdan mezbon Tailand jamoasi joy oldi. Ular 1 ta kumush va 3 ta bronza medallariga ega bo'lishdi.